Yangi kuzov olamiz jentraimizga. Mana yangi zavod kraskaga. Mana yangi detallar bilan, yangi eshiklar. Mana krilosi ichiga. Orqa bagaji ham yangi olinadi. Mana mashinamiz qay darajada qattiq urilganligini bilsangiz bo'ladi. Mana mashinamiz katta tezlikda yo'ldan chiqib ketib, ag'anab, yumalab bo'lgan. Mana karnas qismlarini ham o'zimiz mashinaga yuklayotgan paytga qayrildi bu. Bitta shu eshigi qolib qolgan. Bo'lgan hamma joyi yaroqsiz holatda kelgan. Mana mashinamizga yangi kuzov, yangi 2026-yil kuzovcha keldi. Mana detallari yangi qo'yilibdi. Ramasi Radnoy 2026. Detallari yangi, eshiklar. Mana mashinamizning motorini ochib oldik. Motor korobkalari butun. Mana avariyani lasetchamizni torpedalarini, motorlarini yechib oldik. Yana elektrobord qismini yechib olamiz. Mana holatlari. Torpedalarni oldik. Hozircha ishimiz davom etmoqda. Mana torpeda zibor holatda yechib olindi. Tagidagi pechka-mechkalar bilan birga. Granatalari ham butun turibdi. Mana avariya lasetimizga yangi kuzovni yig'amiz. Ana gulishtirlar, xadavoy hamma joyda mana yig'ib chiqdik. Mana bu qismlari mashinamiz. Mana bu eski ramamiz. Eski ramani tashadik. Bo'layotgan joylarini ochib olib, bo'lmagan joylarini yangi qo'yamiz. Mana lasetimizni motorini o'rnatib oldik. Mana torpedalarni ham o'rnatdik. Yana endi torpedalarni yuvib tozalab, kraska qilingan joylarni kraska qilamiz. Ishimiz davom etmoqda. Elektrobrodlari 50% bo'ldi. Mana motorchani o'rnatdik. Mana podushkalargacha yangi. İşimiz davom etmoqda. Mana detallarimizni hammasini najday qilib joyiga o'sib oldik. Detallarimiz hammasi yangi. Mana hozir ichki qismida birinchi bo'lib kraskalarni sepib olamiz. Keyin hammasini qo'yib yuziga kraskalarni sepib olamiz. Mana kraskalari, krilolarimiz sepildi. Holatlari yaxshi, ideal holatda. Zavod ramamiz, zavod kraskada. Bu detallarimizni ham mana parashoklarini, laklarini sepib oldik. Endi buni quritib mashinamizga yig'ib olamiz. Motorimizni yoqib oldik. Hozir mashinamizni motorning shar-sharini tekshirib, obkadka qilib ko'rib chiqamiz hozir. Endi hozir bu salon qismlarini yig'ishga navbat keldi. Mana bu rullar, airbaglar o'tgan, bular hammasini yangi qo'yamiz. Faqat hozir motorni holatini tekshirib ko'ramiz. Mana mashinamiz tayyor bo'ladi deb qoldi. Eshiklarni yig'ish jarayoni davom etmoqda. Mana ichki qismlari polni shumka. Torpedalari yig'ilibdi. Mana eshiklari ham.
Mana zadni krilolar. Buni shunga ulardan afishkalar hammasi kraska sepilib ishimiz davom etmoqda. Mana avariya lasettimizga yangi kuzov terib yig'ib bo'ldik. Ayni mana diskalari qoldi, diskalari polirovkasi qoldi. Mana salonlari ham hamma joyini akkuratni zo'r holatda. Endi bitta polirovka qilamiz. Mayda-chuyda ishlarni qilamiz. Ana mashinamiz pashti tayyor bo'laydi-da. Rumchalari ham, sirniklari ham, patologlari ham hamma joyi zo'r holatda. Mashinamizga mana diskalarimiz yangi. Diskalarni och. Xo'sh, bo'yalmagan, ana yangi diska, upakovka. O'rnatyapmiz. Ol, orqa tarafini ko'raylik. Mana diskalarimizdan Jim Koreya yozuvlari bor. Diskalar. Mana 2013-yil ishlab chiqarilgan avariya lasettidan yasalgan jentramiz. Ana yangi 2026-yil bunga kuzib qo'yganmiz. Mana holatlari ideal holatda. Hamma narsasi yangi qo'yilgan. Mana mashinamizni yon tomondan ko'rinishlari. Holatlari ideal. Oldin tomon ko'rinishlari. Mana faralarini yana ledlardan, zo'rlardan qo'yilgan, tumankalar original. Xo'sh. Tashqi ko'rinishi. Mana ichki salon qismlari. Mana salon qismlari, afishkalari, karpetkalari. Mana sidinlar, tomlari qoraytirilgan. Mana holatlari. Mana ideal holatda. Mana orqa tomon ko'rinishlari, mana afishkalariga ideal holatda, hamma joyi holatlari go'zal. Qo'lni shumka bo'lgan mashina emas. Bagaj xonasi ham holatlari zo'r holatda. Mana qo'li yangi qilingan hamma joyi. Mana motor xonasi. Mana motor qismlari 1.8 motorimiz. Mana ideal holatda. Mana mashinamizda 2013-yil avariya holatda sotib olgandik. $2100 sotib olgandik mashinamizni. Bunga jami ketgan xarajatlar, yangi kuzov hujjatlari, detallar, alohida detallar, diska, balon, motordagi kamchiliklar hammasiga $2000 rasxod bo'ldi shu holatiga. Endi o'zimizdan aka-ukalar, o'sha obunachilar ishlar avariya lasetti sotib olib tayyorlab minaman deganlar bo'ladigan bo'lsa, $1000 xizmat haqiga qilib beramiz bu ishimizni. Mashinamiz holati ideal chiqdi. Kimga shunaqa avariya mashinalar bo'lsa, aloqaga chiqsangizlar, o'zimiz olib tayyorlab beramiz.
Bizni kuzatib boring, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.